Assalomu alaykum. Mana yana bitta obyektimizni xudo xolisa bitirdik. Bu obyektimizda loft eshiklar Egger laminatlardan spanni qilib berganmiz. Trimo. Mana bu bulum fasadlari bilan. Bu yerda noodatiyligi bu yoq tomondan fasad ko'rsangiz, u yoq tomon ko'rinadi. Yorug'lik tushadi xonaga. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, deraza yo'q. Noodatiy yechim qilingan. Bu yerda kuxna qilingan, loft pergorodka bilan to'silgan. Mana zal, studiya qismiga kirsangiz, bu yoq tomon oyna bo'lib turibdi. Spalni ko'rinmaydi. Lekin u yoq tomonga yorug'lik tushadi. Shu narsa juda katta o'ylangan. Xonada deraza bo'lmaganligini hisobiga bu yerda katta studiya qilingan. Bu yerga Egger laminatdan kuxna qilib berdik. High-tech uslubida. Barcha texnikalarimiz Hoffman. Mana gaz plitalari va bulvanliqlari bilan skriti xolodilnikni qo'yib berganmiz. Mana skriti xolodilnikni. Mana loft bilan yopilgan. Polni kuxnamiz. Bu yerda bemalol katta joy qo'ygan. Choy ichib o'tirishga. Mana studiya ham katta. Kimga podключ xizmatlari kerak bo'lsa, Lutfullagamga murojaat qilasiz. Pastda raqamlarni qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, narx-navolarni bilib olishingiz mumkin.